Bilishimcha, u maxluq emas, shunchaki ovchi. Nima? Maxluq omon qolish uchun o'z qurbonini o'ldiradi. Siz tasvirlagan narsa esa sportga xos. Biz ovoz berganmiz, maxluq zo'rroq. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Ha. Kapsulasini Meksikadan topdik. U kelgan kemani esa hali ham qidiryapmiz. Hozir kuchli narkoz ta'siri ostida. Chiroyli maxluq ekansan o'zi ham. Adashmasam, ikkinchi savolingiz men nima uchun bu yerdaman demoqchisiz. Tahlil natijalari biroz g'alati narsaga ishora qilyapti. Bu hazilmi? Biz genom ketma-ketligini 10 martalab tekshirdik. Bu tur mavjudotlarda ham Odam DNKsi bormi? Ha. Ha. Biz tasodifiy turlar yuzaga kelishi mumkinligi haqida bilamiz. Asosan hasharotlarda, Yana temizuvchilarda qo'y, echki, qizilbora, kayot bilan kulrang bo'rining gibridi sanaladi. rekombinant texnologiyaning qandaydir turi bo'lishi mumkin. Shoshmanglar. U bilan kimdir jinsiy aloqa qilgan-qilmagan bilmoqchi.